Buxoroda shivir-shivir gap tarqaldi. Hokimning o'g'illari sudlanayotganmish. Mana o'sha jinoyat ishi. Naqd 270 tom. Qiziq. 5 kunlik dunyoda shuncha jinoyat qilishga ulgurgan shaxslar kim o'zi? Ularni kim ilhomlantirdiki, qilmishlarining tafsiloti 270 tomga jo bo'libdi? Sudning qora kursisini to'ldirib turgan bu shaxslar Buxoro viloyatining sobiq hokimi Samoiddin Huseynovning yaqin qarindoshlari, o'zini Amirzada sanab yurgan farzandlari. Ular Buxoroning birinchi rahbari, hokimning soyasida davring keldi Surbegim qabilida ish tutgan. Eng daromadli sohalarda go'yoki tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib jinoiy yo'llar bilan milliardlab mablag'larga egalik qilgan. Bozorda yuqori likvidli mahsulotlarni sotishda monopoliya o'rnatish, ya'ni avtomobillarning yoqilg'isi, benzin, dizel yoqilg'isi, suyultirilgan gaz va siqilgan gazni sotish bo'yicha viloyatda o'zlarining hukmronligini o'tkazish maqsadida faoliyatlarni olib borishgan. Dastlab Huseynovlar sulolasining nisbatan kichikroq jinoyatlari, metan gaz savdosiga oid biznesiga e'tiboringizni qaratsak. Samoiddin Huseynovning ikkinchi o'g'li Sadriddin Huseynov Avtopetrol Servis mas'uliyat cheklangan jamiyatini tashkil qilib, asosan avtomobillarga siqilgan gaz quyish sohasida tadbirkorlik qilardi. U faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida shundoqqina shaharning biqinidan bir joyni tanlab, shu yerda qurilish boshlamoqchi bo'ladi. Ammo Buxoro tumani hududidagi bu joy fermer xo'jaligining ekin maydoni edi. Sadriddin yerga egalik qilish uchun otasini ishga soladi. Otasi orqali Buxoro tuman hokimiga tazyiq o'tkazib, yerni hujjatlashtirib berishni talab qilgan. Bir kuni viloyat hokimi meni chaqirib, betonka yoqasidagi ekin yeridan gaz zapravka qurish uchun yer ajratasan degan talabni qo'ydi. Senga shahar hokimi tomonidan va viloyat hokimining o'rinbosari tomonidan maxsus hujjatlar beriladi. Mana shu hujjatlar asosida, demak, yerni rasmiylashtirib berasan degan u kishi talabni qo'ydi menga. Bu ishga kattalar aralashgach, fermer dodini kimga aytsin? U salkam 1 gektarlik ekin maydonini tuman hokimligi zaxira fondiga berish to'g'risida o'zi ariza yozishga majbur bo'lgan. Biz o'sha viloyat hokimi bergan topshirig'idan keyin majbur bo'lganmiz, shu ishni qilganmiz. Haqiqatan ham viloyat hokimining topshirig'i biz uchun endi bajarishga majburmiz. Agar bajarmagan taqdirimizda biz o'zimizga oladigan choralarimizni bilardik. Qattiq chora olardik, tanbeh olardik, yig'ilishlarda boshqa masalalar bilan ham demak bizni majburlardi. Nimaga sen buni endi aynan aytmasdan, zapravkaga yer bermading degan masalani qo'ymasdan boshqa masala bilan bizani qiynardi. Tayyor yerga ega chiqayotgan Sadriddin Huseynov anoyi emasdi. Ekin ekiladigan joyni qurilish maydoniga aylantirish uchun huquqiy asos kerakligini yaxshi bilardi. Endi bu yog'i unga hech gap emas. Axir otasi hokim bo'lsa. Aynan Shayxoncha qishloq fuqarolar yig'inida 2008-yil A380 avtomagistral yo'lining 176-kilometr chap tomonida zapravka qurilishi dasturga kiritilgan. Demak, bu joyda baribir zapravka qurilishi aniq bo'lgan. Uyushgan guruh a'zolari viloyat hokimi, ya'ni otasi Samoiddin Huseynovning imkoniyatlaridan foydalangan holda ushbu joylarini dasturlariga kiritib, keyinchalik ushbu ajratilgan, belgilangan yerlarni o'zlarini xususiy korxonalariga birja savdolari orqali emas, balki to'g'ridan to'g'ri rasmiylashtirib berishga erishganlar. Shu tariqa Sadriddin Huseynov fermerdan tortib olgan yerga avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish shoxobchasini quradi.
Amakisi Visoliddin Husaynov bilan birga texnologiyalarni xorijdan olib kelib ish boshlaydi. Qizig'i shundaki, ushbu shoxobcha ish boshlagach, shu atrofdagi qishloqlarda tabiiy gaz bosimi birdan pasayib ketadi. Hamma hayron. Odamlar og'zida mish-mish. Hokimning o'g'li qishloqqa kelayotgan gaz quvuriga to'siq moslama o'rnatib, o'zining shoxobchasiga burib olganmish. Surishtirdik, bir necha bor nima qildik, aholi gazga bordik, murojaat qildik. Gaz bosimi pastligi uchun. Keyin bilsak, bizga keladigan gaz hammasi metan zapravkasiga tortilgan ekan, zadishga qo'yilib. Bu zapravka hokimning o'g'liniki ekan, chunki hech kim tegil olmas ekan. Chunki aholiga boradigan gaz bosimi zulfin orqali to'xtatilib, mana shu zapravka manfaati uchun foydalangan. Biz masalan uni arxitekturaga yozib berganmiz vaqtiga, lekin o'shanga ham qaramasdan viloyat tomonidan texnik tavsiyanoma berilgan. Mutaxassislar magistral gaz quvuriga o'z boshimchalik bilan o'rnatilgan gaz bosimini to'xtatuvchi moslamani olib tashlamoqchi bo'lganda Sadriddin Husaynovning gumashtalari kelib, ularga dag'dag'a qilib zug'um o'tkazgan. Mana shu yerga kelgan paytga hammasi nima beton qilingan, girdi setka bilan o'ralgan edi. Zapravkadan bir xodim kelib, o'zini tanishtirdi, Ahmedov Murodman. Nima uchun nima qilyapsan deganda, men mumkin emasligini aytdim. Va aytdiki, sen bilasan ber kimniki. Agar nima qilsang, yana hokim boboniki. Gaping bersa gapir dedi. Aholi gazsiz qolaverdi aka. Sir emas, mamlakatimizda avtomobillarni siqilgan gazga o'tkazish tobora ommalashmoqda. Shu bois cho'ntagi ko'taradigan tadbirkorlar avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarini qurib, daromadini ko'paytirishga intilyapti. Ammo Buxoroda tadbirkorlar bu sohaga bosh suqishi amri mahol edi, chunki viloyat hokimining o'g'illari deyarli to'liq monopoliya o'rnatib olgandi. Bu bilan boshqa tadbirkorlarda bu sohada faoliyat olib borishga to'siq qo'yganlar, to'g'ridan-to'g'ri to'siq qo'yganlar desa bo'ladi. Sadriddin Husaynovning Avtopetrol Servis mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchasida qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilganda savdo qoidalari qo'pol ravishda buzilgani aniqlangan. Jismoniy shaxslardan chakana savdo uchun olinadigan gazdan olinadigan iste'mol solig'i qo'shimcha hisoblandi. Jami 9 million so'm miqdorida jarima qilindi. Sobiq hokimning to'ng'ich farzandi Sharofiddinning qilmishlari oldida ukasiniki hech gap emas. Gap shundaki, u 2004-yilda Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasini tashkil qilib, viloyatda benzin va dizel yoqilg'isi savdosini qo'lga olgan. 2007-yilning oxirlaridan noqonuniy daromad orttirishga mukkasidan ketadi. Shu nodavlat tashkilotlari bo'lgan Uzgazoil, Gisar Neftigaz, Sho'rtan gaz mahsulot kabi korxonalarga murojaat qildik. Neft mahsulotlarini shartnoma qilish uchun, lekin har qaysi korxonaga bormasak ham hammasida shartnoma qilish uchun ustama pullari so'raldi. Viloyatda benzin tortilib, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida turnaqator navbat bo'lib ketardi. Sharofiddin bunday vaziyatdan foydalanib, ko'p daromad olish mumkinligini yaxshi bilardi. Shu bois dastlab Uzgazoil xorijiy sho'ba korxonasi direktorining o'rinbosari Bahodir Fayziyev bilan jinoiy til biriktiradi. Kelishuvga ko'ra, Uzgazoil xorijiy korxonasi Sharofiddinga uzluksiz ravishda mahsulot yetkazib turgan. Evaziga u Bahodir Fayziyevga har bir vagon, ya'ni har 50 tonna benzin uchun 1000 AQSh dollari miqdorida pora bergan. Bu birinchi marta o'sha so'm ravishida Toshkent shahriga o'zim tomonidan olib borilgan, olib borib berganman. Ular aytishganki, qachon hazillashyapsizmi, bizga har safar qop-qop pul olib kelib berasizmi? O'shanga dollar qilib olib keling bizga deyishgan. Ma'lum bo'lishicha, 2008-yilning dekabr oyidan 2009-yilning mart oyiga qadar Sharofiddin Husaynov Uzgazoil xorijiy sho'ba korxonasi direktorining o'rinbosari Bahodir Fayziyevga limitsiz hajmda 210 vagon avtobenzin va dizel yonilg'isi sotgani uchun jami 210 ming AQSh dollari miqdorida pora bergan. Ehtimol o'ylayotgandirsiz, bu pullarni Sharofiddin savdodan tushgan foydasidan bergandir deb. Yo'q, unday emas. Bel og'rimay topilgan bu pullar qanday kelganining tafsilotini endi aytamiz.
Sir emas, shu davrlarda naqd pul tushumini ta'minlash muammosi yuzaga kelganda Sharofiddin o'z korxonasining bosh hisobchisi Jo'ra Sodiqovning maslahatiga ko'ra aynan shu vaziyatdan ustamonlik bilan foydalangan. Gap shundaki, u korxonasining hisob raqami ochilgan Xalq bankining Buxoro viloyat filiali rahbaridan har kuni savdodan topshirayotgan naqd pulga 3% ustama haq talab qilgan. Sharofiddin otasi hokim ekanligiga ishora qilib, agar aytganiga ko'nmasa, o'ziga yomon bo'lishini uqtirgan. Mansabdan tushib qolishdan qo'rqqan bank rahbari so'zsiz rozi bo'lgan. Naqd pul muammoligi sababli biz ushbu taklifga rozi bo'lganmiz. 3% dan har kunlik topshiradigan naqd pullaridan ustama haqqi berishga rozi bo'lganmiz. Shundan keyin men so'radim, nega aynan meni bankimda ochish kerak? U kishi quyidagicha ta'rifladi. Sening banking shaharda joylashgan va asosiysi senda pulni multivak, upakovka qiladigan apparat mavjud. Pullarni aralash holda firma rahbari Sharofiddin olmaydi. Ularga o'rab bog'lab berish kerak. O'sha uchun sen shu ishlarni qilishing kerak. Boshqa tuman filiallarda unaqa apparat yo'q dedilar. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasi tomonidan oylar davomida Xalq bankiga 10 milliard so'mga yaqin naqd pul topshirilgan. Bank mutasaddilari bu pulning 3%ni, ya'ni jami qariyb 323 million so'mni hech qanday hujjatga qayd qilmasdan Sharofiddin Huseynovga ustama ulush sifatida qaytarib bergan. Xo'sh, bank mutasaddilari Sharofiddin Huseynovga uzluksiz pora berib turish uchun bunday katta miqdordagi pulni qayerdan olgan? Albatta, o'z yonidan emas, bankdan naqd pul so'rab kelgan mijozlardan undirgan. Oxir oqibatda bundan oddiy xalq, mahalliy tadbirkorlar jabr ko'rgan. Xalq bankining Fazlixo'jayev filialidan olgan pulimdan doimiy ravishda bankning kassasida 5% pulni qoldirib ketganman. Eng alam qiladigan joyiki, shu o'zimga tegishli bo'lgan pulni qoldirib ketib, berib, yana o'zim jabr tortib o'tiribman. Men juda ham afsusdaman. Ana shunday noqonuniy aralashman. Shu tariqa tadbirkorlar naqd pul olish uchun Xalq banki mutasaddilariga, ular esa naqd pul topshirgani uchun Sharofiddin Huseynovga muntazam ravishda pora berib turgan. Birinchi rahbarning o'g'li tufayli viloyatda poraxo'rlik avjiga chiqqan. 2009-yilga kelib, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan surishtiruv tergov jarayonida pulni pulga urib noqonuniy daromad orttirgan Sharofiddin Huseynov va bank mutasaddilarining qilmishlari fosh bo'ldi. Ish sudga oshib, jinoyatchilar javobgarlikka tortildi. Davlat manfaatlariga yetkazilgan zararni qoplashga majbur bo'ldi. Insonning qilmishiga yarasha o'z vaqtida jazo bermaslik jinoyatga katta rag'bat bo'ladi deb bejiz aytilmagan ekan. Sharofiddin Huseynovga ham ushbu jazo choralari kor qilmadi. Xalq banki bilan kechgan mashmashalardan so'ng Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasining hisob raqamini o'z sanoat qurilish bankiga o'tkazib, jinoiy faoliyatini davom ettirgan. U endi bankka topshirgan naqd puli uchun ustama ulush talab qilmasa-da, kundalik tushumning bir qismini korxona ta'sischisi, ya'ni o'zining foydasi sifatida omonat hisob raqamiga uzluksiz o'tkazib turish va omonat hisob raqamidan har kuni 20 million so'mdan 50 million so'mgacha naqd pul berishni talab qilgan. Naqd pulni Rahmatov Erkin, buxgalter, Sodiqov Suhrob, отдел kadrini boshlig'i o'shalar olib Sharofiddinga berib, Sharofiddin va Sodiqov Suhrob bozordan AQSh dollar almashtirib, uni Shodmonqulov Baxtiyorga benzin olish uchun ustamani berganlar. O'rtacha olgan pulimiz 40 milliongacha yetgan. Bir oyda o'rtacha 200 million, 180 milliongacha borardi. Men только shu korxonaga ishlab, men bir o'zim unga bir necha bor, bir yilga 7 bor qarab aytgan, menga javob berman ketay. Men bilan konflikt ham qilmasdi-da, men unga kerak ekanimda, men ahmoq odam ekanim, shuncha ishlar qilgan ekanman, milliard pullarni yegan ekan.
Sharofiddin Huseynovning ko'rsatmasiga binoan bankdan olingan pullar qora bozorda xorijiy valyutaga almashtirilib, benzin va dizel yoqilg'isi yetkazib turgan korxonalarning mansabdor shaxslariga pora sifatida berilgan. 2008-yildan 2011-yilni noyabr oyini oxirlarigacha taxminan 1.600.000–1.700.000 AQSh dollari. Shu asosan Shodmonqulov Baxtiyorga berilgan. Undan tashqari Sho'rtangaz mahsulot qo'shma korxonasini shu yerda xodimi Shuhrat ismli xodimiga berib kelganmiz. Shu o'rinda bir mulohaza. Nima uchun Sharofiddin Huseynov mahsulotni Buxoro neftni qayta ishlash zavodidan emas, balki ta'minotchilarning og'ziga siqqanini berib chetdan olgan? Katta xarajat bilan kelgan mahsulotdan shuncha foyda olish mumkinmi? Mutaxassislarning aytishicha, neft mahsulotlari kilogramm hisobida olinib, litrlab sotiladi. Taxminan 5 kilogramm avtobenzin 6 litrni yozning issiq kunlarida undan ham ko'proqni tashkil etar ekan. Belgilangan tartibga ko'ra ana shu kilo va litr o'rtasidagi tafovutdan keladigan foydaning yarmi davlatga qaytarilishi lozim. Ammo Sharofiddin Huseynov bosh hisobchisi Jo'ra Sodiqov bilan birga sof foydaning belgilangan qismini davlatga qaytarmaslikning yo'lini topgan. Buning uchun ular mahsulotni davlat korxonasidan emas, xususiy yoki xorijiy korxonadan olishi kifoya edi. Biz ko'chirganmiz, lekin Neftebazanikini ko'chirganmiz. Uzgazoildan olib, birjadan olib ko'chirmaganmiz. O'sha summa 4,5 milliard. Sharofiddin otasining qo'li uzun paytidan yanada ko'proq foydalanib qolishga uringan. U Vazirlar Mahkamasining axborot tahlil departamentiga korxona haqida soxta ma'lumotlar taqdim qiladi va otasi orqali neft mahsulotlarini ulgurji tarzda sotish huquqini beruvchi litsenziyani qo'lga kiritgan. Men hamma dokumentlarni tahlaganman. 5 ta vazirlik, 5 ta oblast tashkilotlari unga xulosani berib, hamma biladiki, Huseynov Sharofiddin hokimning o'g'li. O'shanga bizga, misol uchun, menga yengilroq edi dokument tahlashga. Biz o'sha nimani litsenziyani olib 1000 ta tashkilotga перечисление bilan pul ko'chirish yo'li bilan benzinni yetkazganmiz. 2009-yilda o'sha faoliyatni boshladik, ulgurji tartibda sotishni. Ulgurji tartibda sotish soliq topshirishlari farq qiladi u yerda. Va davlat tomonidan xususiy ayoqishlarga ulgurji tartibda sotishda naqd o'sha narxi belgilab berilmagan. Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasi neft mahsulotlarini ulgurji sotish huquqiga ega bo'lgach, Sharofiddin katta pora evaziga olib kelgan mahsulotni o'zi istagan narxda sotavergan. Birgina misol, o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida Erril Corporation SRO O'zbekiston Chexiya qo'shma korxonasiga jami 1.220.668 litr ekodizel yoqilg'isini qariyb 2 baravar qimmatga, ya'ni litrini 3000 so'mdan pullab 1.660 so'm noqonuniy foyda ko'rgan. Sharofiddin Huseynov qo'shma korxona nomidan qimmat narxlarda mahsulot sotib olish uchun shartnoma tuzgan vositachini ham quruq qo'ymagan. Unga foydaning qariyb 10%, ya'ni 130 million so'm hadya qilgan. Мне он сказал, если ты сможешь своей компании продать за 3000 сом за литр, то в последующем он меня вознаградит за то, что я им помогу там. Они перечислили на 2 карточки, на каждую по 65 миллионов, общее 130 миллионов. Yana bir holat. Sharofiddin Huseynov viloyatda neft mahsulotlari savdosini to'liq qo'lga olgach, sun'iy ravishda benzin tanqisligini yuzaga keltirish orqali yanada ko'proq foyda olishni yo'lga qo'yadi.
U kunduzlari savdoni to'xtatib, benzinni faqat kechasi naqd pulga va boz ustiga belgilanganidan qimmat narxda sotavergan. Bundan tashqari noqonuniy ravishda 21 nafar xodimni mehnat shartnomasi tuzmasdan ishga olgan. Bu ishchilar korxonaga kelgan mijozlardan har biridan olingan 200 so'm xizmat haqqi evaziga ishlashgan. 3 yil davomida mijozlardan olingan naqd pul tushumlari 84 million 567 ming so'mni tashkil qilib, shuncha miqdordagi pul mablag'lari bank hisob raqamiga topshirilmaganligi aniqlandi. Shunday qilib, Sharofiddin Husaynov o'zining noqonuniy tadbirkorlik faoliyati davomida 5 milliard 352 million 699 ming so'mlik soliq va to'lovlarni davlat byudjetiga to'lashdan bo'yin tovlab kelgan hamda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish natijasida 2 milliard 121 million 249 ming so'mlik noqonuniy foyda olinganligi aniqlandi. Jami bo'lib tekshirish davomida 7 milliard 473 million so'm davlat manfaatlariga zarar yetkazilganligi aniqlandi. Sharofiddin Husaynov kun kelib qilmishlarining qiyig'i chiqishi, yemoqning qusmog'i bo'lishini yaxshi bilardi. Shu bois jinoiy yo'l qursak qanday bo'ladi degan. Pulni men qilib beraman dedi. Men topib beraman pulni dedi. Shahar hokimiyati tomonidan nima yer ajratib berildi. Keyin shu uyni qurish uchun Shuhrat qurilish transfer servisiga Sohibron Sohibiddin xususiy korxonasi bilan rasmiy ravishda shartnoma moliyaviy yordam berish to'g'risida shartnoma tuzib, shu qurilishiga pul ajratganmiz. 3,5 milliard atrofida. Mana ular qurayotgan Orzu ko'p qavatli uy-joy kompleksi shaharning qoq markazida joylashgan. Qurilish tugallansa, har bir xonadon 100 milliondan kamiga sotilmasligi aniq. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ilgari bu yer maydonidagi qurilishi tugallanmagan inshoot Buxoro viloyat hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi balansida bo'lgan. Shunisi qiziqki, viloyatdagi birinchi shaxsning o'g'li bu joyga ko'z tikkach, tezda xat qog'ozlar to'g'rilanib, unga Buxoro shahar hokimligi tomonidan rasmiylashtirib berilgan. Ammo bu joy Sharofiddinga qarashli firmaga o'tguncha o'sha paytda amalda bo'lgan shahar hokimining ishdan bo'shashiga, uning o'rniga yangi tayinlangan hokimning esa qancha dashnom eshitishiga sabab bo'ldi. Bu Husaynov Sharofiddin so'ragan joy viloyat hokimligi kapital qurilish boshqarmasi hisobida turibdi. Bu joyni berishga shahar hokimining haqqi yo'q deb xatiga rad javob berildi. Shu voqeadan keyin ko'p o'tmasdan so'ng menga tushunarli sabablarga ko'ra shahar hokimimiz Qiyomuddin Rustamov ishdan bo'shatildilar. Ishdan ketdilar va shahar hokimi vazifasini vaqtincha bajarish menga yuklatildi. Bu joyga qaror chiqarib bera olmayman men buni. Arxitektorga ham aytganman, berib bo'lmaydi buni deganimizdan keyin bir kun даже o'tmasdan, 2 kun o'tmasdan yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasiga ona xat berildi. Mani hisobimda turgan joyni shahar hokimligi zaxira yer fondiga olishni so'rayman deb. Mana shu joyni kim o'shiga qo'yish kerak bo'lgan yerni Sharofiddin viloyat hokimining o'g'illari bo'lgani uchun telefon qilib kelib kabinetimga qo'l qo'yib bering degan uchun qo'l qo'yib berganman. Aybim mana shu yerda mana. Men u odamni qo'lga ishlayman, pachinoniman mana o'zingiz. Bo'ysunuvchiman. O'zimga balkim yomon bo'ladi, keyin karyeramga yomon bo'ladi. Keyin kim bilan uchrashdi, nima qildi? Bir 4-5 kundan keyin bitta ariza yozing dedi shahar hokimiga. Bir haftaning ichiga qarorni qo'lga oldim men. Endi qanday keldi u qaror, nima bo'lganini men undan xabarim yo'q. Shu tariqa hokimning o'g'li Sharofiddin yillar davomida orttirgan jinoiy daromadlarini legallashtirib olish maqsadida shahar markazida bo'sh turgan yerlarni mutasaddi shaxslarga zug'um o'tkazish orqali soxta tender savdolari tashkil qilib, o'ziga qarashli firmalarga rasmiylashtirib olavergan. Zo'ravonning oldini qaytaradigan mard topilmasdi. Ochiq joyimiz bor, eski temir yo'l o'tgan Shohruh aroq zavodiga temir yo'l o'tgan joyimiz bor edi. Shu joyga men 2 ta uy quraman deyapti. Berasan shu joyni menga. Men quraman shuni deydi. Mana aytib, u yer uy qurishga mo'ljallanmagan u yer. Tagi to'liq kommunikatsiya o'tgan. To'liq kommunikatsiya, u yerda suv bor, kabel bor, issiqlik trassalari bor. Men kerak bo'lsa hammasini ko'chirtirib, uy quraman shu yerga. Tanlov tashkil qilinadi deyapti. Keyin mulk qo'mitasiga borib aniqlab, tanlov kuniga o'zining 2 ta korxonasini qo'ygan, yoniga 2 ta pastama korxonani qo'ygan, 2 ta joyni ham yutib oldi. Yutib olib, tanlov g'olibi bo'lib chiqqan korxonasi. Aytgan ishini qildiradi. Aytdimi, olaman dedimi, oladi.
aytgan qo'l qo'ydirgan, aytgan tanlov qildirgan hamma joyi shu aytgan joyini oladi. Olaman degan joyini olib biladi. Viloyat hokimining o'g'li u. Qanday qilib qarshilik qilaman bunga? Xullas, Sharofiddin Husaynov otasining davrida o'zini amirzoda his qilib, ko'ngliga kelganini qilavergan. Xususan, 2011-yilda Kogon tumanidan 85 gektar yer olib fermer xo'jaligi tashkil qilgan. Xo'jalikka direktor sifatida qo'l ostidagi gumashtalardan biri Suhrob Sodiqovni tayinlagan. Ammo davlatga g'alla, paxta sotish bo'yicha shartnomaviy reja umuman bajarilmagan. Suhrobning aytishicha, Sharofiddinning maqsadi fermerlikni rivojlantirish emas, bu yerda boshqa biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan. Sharofiddin akaning maqsadi o'sha yerlarni shartnoma asosida bajarmasdan, paxtani unumdorligi kam deb, keyinchalik teplitsa qurish maqsadida bo'lgan u. Shu tariqa Buxoroda faqat otasi emas, Husaynovlar sulolasining hukmronligi o'rnatilgan. Sobiq hokimning katta o'g'li Sharofiddin Husaynov, ikkinchi farzandi Sadriddin Husaynov, akasining o'g'li Visoliddin Husaynovlar pushti-panohi amal kursisida ekanligidan foydalangan holda viloyatda neft mahsulotlari savdosini egallab olib, noqonuniy yo'l bilan juda katta boylik orttirishga zo'r bergan. Mana ular to'plagan boyliklar. Amirzodalar otasining davrida 24 ta Nexia, 2 ta Matiz, 1 ta Lacetti, 4 ta Epica va 3 ta Captiva rusumli yengil mashinalar, shuningdek har biri 150 million so'mdan kam bo'lmagan 7 ta Hovo, 5 ta Nord-Benz rusumli yuk mashinasi, 2 ta Nefaz, 2 ta Zil 131, 1 ta Maz rusumli yuk mashinasi, jami 51 ta turli rusumdagi avtomashinalarni sotib olib, jinoiy daromadlarini legallashtirgan. Bundan tashqari Husaynovlar sulolasining ko'chmas mulkini sanab adog'iga yetolmaysiz. Xususan, Buxoro shahri Qorako'l va Buxoro tumanlaridagi Serqatnov ko'chalarida jami 9 ta avtomobillarga yoqilg'i, suyultirilgan va siqilgan gaz quyish shoxobchalari bo'lgan. Buxoro shahrining Otbozor qishloq fuqarolar yig'ini hududida 1 gektarlik issiqxonani ishga tushirgan. Shaharning Kogon shossesida Ruxsora mini marketi ochilgan. Shuningdek, Sharofiddin Husaynov tomonidan turmush o'rtog'i Gulruh Husaynova nomiga Toshkent viloyati Qibray tumanidan 2 ta har biri 600 kvadrat metrdan 1200 kvadrat metr yer maydoni, onasi Muhabbat Muhammedova nomiga Toshkent shahri Shayxontohur tumanidan uy-joy sotib olingan. Husaynovlar uy-joy qurilishiga ham juda katta miqdorda pul tikib jinoiy daromadlarni legallashtirgan. Xususan, Buxoro shahri Navoiyshoh ko'chasida joylashgan qurilishi tugallanmagan 4 qavatli 2 ta uy-joy kompleksi, Naqshband ko'chasidagi Orzu deb nomlangan 3 ta ko'p qavatli uy-joy kompleksi, Mustaqillik va Zulfiya ko'chalari kesishmasida joylashgan qurilishi tugallanmagan ko'p qavatli uy-joy kompleksi. Ushbu uy-joylarning qurilishiga ham milliardlab mablag' ko'chirilgan. Sud jarayonida Husaynovlarga tegishli ushbu ko'chmas mulk obyektlari, avtomashinalar, xususiy uy-joylar va yer maydonlarining barchasi qayta baholandi va jinoiy ish bo'yicha davlat manfaatlariga yetkazilgan zararni qoplash uchun musodara qilindi. Endi ko'pchilikni qiziqtirayotgan va ko'pchilik uchun shundoq ham tushunarli bo'lgan savolni o'rtaga tashlasak. Sharofiddin va Sadriddin Husaynovlar to'dasi shunchalik pishqirib ketishiga kim yo'l ochib berdi? Albatta otasi. Viloyat hokimi Samoiddin Husaynovning ish uslubi oddiy edi. Kim o'g'illarining ra'yini qaytarsa, shahzodalarning inon ixtiyoriga zid ish qilsa, sen shunday qilibsan deya ochiqchasiga aytmasdi. Vakolatidan foydalanib, zug'umni kuchaytirardi xolos. Bu dag'dag'alar nimaga ekanini darrov fahmlagan va amaldan kechishni istamagan odamlar Husaynovlarning xohishini bajo keltirardi-yu, jon saqlab qolardi. Bunday yo'l tutmaganlarning holi voy edi. Shu tariqa viloyatda rahbar kadrlar adolatsizlik bilan ishdan bo'shatilgan hollar ko'p bo'lgan.
Huseynovlar sulolasining jinoiy harakatlari Amirzodalarning haddidan oshgani dastlabki surishtiruv tergov paytida fosh etilib, sud jarayonlarida o'z tasdig'ini topdi. Buxoroda shivir-shivir gap bo'lgan ushbu sud jarayoni qonun barchaga barobar ekani, jinoyat qilgan kimsa kim bo'lishidan qat'iy nazar buning uchun vaqti kelib javob berishining yaqqol tasdig'i bo'ldi. Huseynovlar yemoqning qusmog'i borligini endi anglagandir ehtimol. Imkoniyat bersa faqat ezgu ishlarda hech qachon yomon yo'llarga kirmasdan to'g'ri ishlashga va'da beraman. Sud hukmiga ko'ra Sharofiddin Huseynov 14 yil, Sadriddin va Visoliddin Huseynovlar esa 13 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. O'z davrida Huseynovlar sulolasi bilan jinoiy til biriktirib, ularning soyasida ish qilganlar ham jazosini oldi. Sud Huseynovlar sulolasining qora ishlariga sherik bo'lgan 9 nafar sudlanuvchiga ham 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi. ...270 tomga jo bo'lgan jinoyat tafsilotlarini bir ko'rsatuvga mujassam etish imkonsiz albatta. Shuning uchun Huseynovlar sulolasi jinoiy faoliyatining ba'zi qirralariga to'xtaldik xolos. Kechagina viloyatda birinchi rahbar bo'lib eng mas'uliyatli va sharafli amalni bajargan insonning farzandlari shunchalik tubanlikka yuz tutganini ko'rib o'ylab qolasan kishi. Nahotki uzoq yillar butun viloyatni boshqargan odam o'z farzandlariga qolganda bunday yo'l tutdi. Ularni insofga, to'g'ri yo'lda yurishga da'vat etish o'rniga ularning jinoiy faoliyatini zimdan rag'batlantirib turdi. Essiz shuncha obro' e'tibor. Misqollab yig'ilgan obro' e'tibor botmonlab sarf bo'ldi-yu havoga uchdi ketdi. Bu esa inson uchun u kim bo'lmasin zurriyotlarini halol yedirib, to'g'ri yo'lga solish eng katta mas'uliyat ekanligini yana bir karra anglatmaydimi? Kamiga sotilmasligi aniq. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ilgari bu yer maydonidagi qurilishi tugallanmagan inshoot Buxoro viloyat hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi balansida bo'lgan. Shunisi qiziqki, viloyatdagi birinchi shaxsning o'g'li bu joyga ko'z tikkach, tezda xat qog'ozlar to'g'rilanib, unga Buxoro shahar hokimligi tomonidan rasmiylashtirib berilgan. Ammo bu joy Sharofiddinga qarashli firmaga o'tguncha o'sha paytda amalda bo'lgan shahar hokimining ishdan bo'shashiga, uning o'rniga yangi tayinlangan hokimning esa qancha dashnom eshitishiga sabab bo'ldi. Bu Huseynov Sharofiddin so'ragan joy viloyat hokimligi kapital qurilish boshqarmasi hisobida turibdi. Bu joyni berishga shahar hokimining haqqi yo'q deb xatiga rad javob berildi. Shu voqeadan keyin ko'p o'tmasdan so'ng menga tushunarli savollarga ko'ra shahar hokimimiz Qiyomuddin Rustamov ishdan bo'shatildilar. Ishdan ketdilar va shahar hokimi vazifasini vaqtincha bajarish menga yuklatildi. Bu joyga qaror chiqarib bera olmayman men buni. Arxitektorga ham aytganman, berib bo'lmaydi buni deganimizdan keyin bir kun даже o'tmasdan, 2 kun o'tmasdan yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasi ona xat berildi. Ki mani hisobimda turgan joyni shahar hokimligi zaxira yer fondiga olishni so'rayman deb. Mana shu joyni kim o'shiga qo'yish kerak bo'lgan yerni Sharofiddin viloyat hokimining o'g'illari bo'lgani uchun telefon qilib kelib kabinetimga qo'l qo'yib bering degan uchun qo'l qo'yib berganman. Aybim mana shu yerda mana. Men u odamni qo'lga ishlayman, pachinonman mana o'zingiz. Bo'ysunuvchiman. O'zimga balkim yomon bo'ladi, keyin karyeramga yomon bo'ladi. Keyin kim bilan uchrashdi, nima qildi? Bir 4-5 kundan keyin bitta ariza yozing dedi shahar hokimiga. Bir haftaning ichiga qarorni qo'lga oldim men. Endi qana keldi u qaror, nima bo'lganini men undan xabarim yo'q. Shu tariqa hokimning o'g'li Sharofiddin yillar davomida orttirgan jinoiy daromadlarini legallashtirib olish maqsadida shahar markazida bo'sh turgan yerlarni mutasaddi shaxslarga zug'um o'tkazish orqali soxta tender savdolari tashkil qilib, o'ziga qarashli firmalarga rasmiylashtirib olavergan.
zo'ravonning oldini qaytaradigan mard topilmasdi. Ochiq joyimiz bor. Eski temir yo'l o'tgan Shohruh aroq zavodiga temir yo'l o'tgan joyimiz bor edi. Shu joyga men 2 ta uy quraman deyapti. Berasan shu joyni menga. Men quraman shuni deydi. Mana aytdim, u yer uy qurishga mo'ljallanmagan u yer. Tagi to'liq kommunikatsiya o'tgan. To'liq kommunikatsiya. U yerda suv bor, kabel bor, issiqlik trassalari bor. Men kerak bo'lsa hammasini ko'chirtirib, uy quraman shu yerga. Tanlov tashkil qilingan deyapti. Keyin mulk qo'mitasiga borib aniqlab, tanlov kuniga o'zining 2 ta korxonasini qo'ygan, yoniga 2 ta pastama korxonani qo'ygan, 2 ta joyni ham yutib oldi. Yutib olib, tanlov g'olibi bo'lib chiqqan korxonasi. Aytgan ishini qildiradi. Aytdimi, olaman dedimi, oladi. Aytgan, qo'l qo'ydirgan, aytgan, tanlov qildirgan, hamma joyi aytgan joyini oladi. Olaman degan joyini olib biladi. Viloyat hokimi yo'lda u. Qanday qilib qarshilik qilaman unga? Xullas, Sharofiddin Husaynov otasining davrida o'zini amirzoda his qilib, ko'ngliga kelganini qilavergan. Xususan, 2011-yilda Kogon tumanidan 85 gektar yer olib fermer xo'jaligi tashkil qilgan. Xo'jalikka direktor sifatida qo'l ostidagi gumashtalardan biri Suhrob Sodiqovni tayinlagan. Ammo davlatga g'alla, paxta sotish bo'yicha shartnomaviy reja umuman bajarilmagan. Suhrobning aytishicha, Sharofiddinning maqsadi fermerlikni rivojlantirish emas, bu yerda boshqa biznesni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan. Sharofiddin akaning maqsadi o'sha yerlarni shartnoma asosida bajarmasdan, paxtani unumdorligi kam deb, keyinchalik teplitsa qurish maqsadida bo'lgan u. Shu tariqa Buxoroda faqat otasi emas, Husaynovlar sulolasining hukmronligi o'rnatilgan. Sobiq hokimning katta o'g'li Sharofiddin Husaynov, ikkinchi farzandi Sadriddin Husaynov, akasining o'g'li Visoliddin Husaynovlar pushti panohi amal kursisida ekanligidan foydalangan holda viloyatda neft mahsulotlari savdosini egallab olib, noqonuniy yo'l bilan juda katta boylik orttirishga zo'r bergan. Mana ular to'plagan boyliklar. Amirzodalar otasining davrida 24 ta Nexia, 2 ta Matiz, 1 ta Lacetti, 4 ta Epica va 3 ta Captiva rusumli yengil mashinalar, shuningdek har biri 150 million so'mdan kam bo'lmagan 7 ta Hovo, 5 ta Nord-Benz rusumli yuk mashinasi, 2 ta Nefaz, 2 ta Zil 131, 1 ta Maz rusumli yuk mashinasi, jami 51 ta turli rusumdagi avtomashinalarni sotib olib, jinoiy daromadlarini legallashtirgan. Bundan tashqari Husaynovlar sulolasining ko'chmas mulkini sanab adog'iga yetolmaysiz. Xususan, Buxoro shahri Qorako'l va Buxoro tumanlaridagi Serqatnov ko'chalarida jami 9 ta avtomobillarga yoqilg'i, suyultirilgan va siqilgan gaz quyish shoxobchalari bo'lgan. Buxoro shahrining Otbozor qishloq fuqarolar yig'ini surishtirdik, bir necha bor nima qildik, aholi gazga bordik, murojaat qildik, gaz bosimi pastligi uchun. Keyin bilsak, bizga keladigan gaz hammasi metan zapravkasiga tortilgan ekan, zadishga qo'yilib. Bu zapravka hokimning o'g'liniki ekan, chunki hech kim tegil olmas ekan. Chunki aholiga boradigan gaz bosimi zulfin orqali to'xtatilib, mana shu zapravka manfaati uchun foydalangan. Biz masalan uni arxitekturaga yozib berganmiz vaqtiga, lekin o'shanga ham qaramasdan viloyat tomonidan texnik tavsiyanoma berilgan. Mutaxassislar magistral gaz quvuriga o'z boshimchalik bilan o'rnatilgan gaz bosimini to'xtatuvchi moslamani olib tashlamoqchi bo'lganda Sadriddin Husaynovning gumashtalari kelib, ularga dag'dag'a qilib zug'um o'tkazgan. Mana shu yerga kelgan paytga hammasi beton qilingan, girdi setka bilan o'ralgan edi. Zapravkadan bir xodim kelib, o'zini tanishtirdi, Ahmedov Murodman. Nima uchun nima qilyapsan deganda, men mumkin emasligini aytdim. Va aytdiki, sen bilasan ber kimniki? Agar nima qilsang, yana hokim boboniki, kaping bersa gapir dedi. Aholi gazsiz qolaverdi aka. Sir emas, mamlakatimizda avtomobillarni siqilgan gazga o'tkazish tobora ommalashmoqda. Shu bois cho'ntagi ko'taradigan tadbirkorlar avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalarini qurib, daromadini ko'paytirishga intilyapti. Ammo Buxoroda tadbirkorlar bu sohaga bosh suqishi amri mahol edi, chunki viloyat hokimining o'g'illari deyarli to'liq monopoliya o'rnatib olgandi. Bu bilan boshqa tadbirkorlarda bu sohada faoliyat olib borishga
to'siq qo'yganlar, to'g'ridan-to'g'ri to'siq qo'yganlar desa bo'ladi. Sadriddin Huseynovning Avtopetrol Servis mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli avtomobillarga siqilgan gaz quyish shoxobchasida qisqa muddatli tekshiruv o'tkazilganda savdo qoidalari qo'pol ravishda buzilgani aniqlangan. Jismoniy shaxslardan chakana savdo uchun olinadigan gazdan olinadigan iste'mol solig'i qo'shimcha hisoblandi. Jami 9 million so'm miqdorida jarima qilindi. Sobiq hokimning to'ng'ich farzandi Sharofiddinning qilmishlari oldida ukasiniki hech gap emas. Gap shundaki, u 2004-yilda Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasini tashkil qilib, viloyatda benzin va dizel yoqilg'isi savdosini qo'lga olgan. 2007-yilning oxirlaridan noqonuniy daromad orttirishga mukkasidan ketadi. Shu nodavlat tashkilotlari bo'lgan Uzgazoil, Gisar Neftigaz, Sho'rtan gaz mahsulot kabi korxonalarga murojaat qildik. Neft mahsulotlarini shartnoma qilish uchun, lekin har qaysi korxonaga bormasak ham hammasida shartnoma qilish uchun ustama haqi pullari so'raldi. Viloyatda benzin tortilib, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida turnaqator navbat bo'lib ketardi. Sharofiddin bunday vaziyatdan foydalanib, ko'p daromad olish mumkinligini yaxshi bilardi. Shu bois dastlab Uzgazoil xorijiy sho'ba korxonasi direktorining o'rinbosari Bahodir Fayziyev bilan jinoiy til biriktiradi. Kelishuvga ko'ra, Uzgazoil xorijiy korxonasi Sharofiddinga uzluksiz ravishda mahsulot yetkazib turgan. Evaziga u Bahodir Fayziyevga har bir vagon, ya'ni har 50 tonna benzin uchun 1000 AQSh dollari miqdorida pora bergan. Pul birinchi marta o'sha so'm ravishida Toshkent shahriga o'zim tomonidan olib borilgan, olib borib berganman. Ular aytishganki, qachon hazillashyapsizmi, bizga har safar qop-qop pul olib kelib berasizmi? O'shanga dollar qilib olib keling bizga deyishgan. Ma'lum bo'lishicha, 2008-yilning dekabr oyidan 2009-yilning mart oyiga qadar Sharofiddin Huseynov Uzgazoil xorijiy sho'ba korxonasi direktorining o'rinbosari Bahodir Fayziyevga limitsiz hajmda 210 vagon avtobenzin va dizel yonilg'isi sotgani uchun jami 210 ming AQSh dollari miqdorida pora bergan. Ehtimol o'ylayotgandirsiz, bu pullarni Sharofiddin savdodan tushgan foydasidan bergandir deb. Yo'q, unday emas. Bel og'rimay topilgan bu pullar qanday kelganining tafsilotini endi aytamiz. Sir emas, shu davrlarda naqd pul tushumini ta'minlash muammosi yuzaga kelganda, Sharofiddin o'z korxonasining bosh hisobchisi Jo'ra Sodiqovning maslahatiga ko'ra aynan shu vaziyatdan ustamonlik bilan foydalangan. Gap shundaki, u korxonasining hisob raqami ochilgan Xalq bankining Buxoro viloyat filiali rahbaridan har kuni savdodan topshirayotgan naqd pulga 3% ustama haq talab qilgan. Sharofiddin otasi hokim ekanligiga ishora qilib, agar aytganiga ko'nmasa, o'ziga yomon bo'lishini uqtirgan. Mansabdan tushib qolishdan qo'rqqan bank rahbari so'zsiz rozi bo'lgan. Naqd pul muammoligi sababli biz ushbu taklifga rozi bo'lganmiz. 3% dan har kunlik topshiradigan naqd pullaridan ustama haqqi berishga rozi bo'lganmiz. Shundan keyin men so'radim, nega Buxoroda shivir-shivir gap tarqaldi. Hokimning o'g'illari sudlanayotganmish. Mana o'sha jinoyat ishi. Naqd 270 ton. Qiziq. 5 kunlik dunyoda shuncha jinoyat qilishga ulgurgan shaxslar kim o'zi? Ularni kim ilhomlantirdiki, qilmishlarining tafsiloti 270 tonga jo bo'libdi?
Sudning qora kursisini to'ldirib turgan bu shaxslar Buxoro viloyatining sobiq hokimi Samoiddin Huseynovning yaqin qarindoshlari, o'zini Amirzada sanab yurgan farzandlari. Ular Buxoroning birinchi rahbari, hokimning soyasida davring keldi Surbegim qabilida ish tutgan. Eng daromadli sohalarda go'yoki tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib jinoiy yo'llar bilan milliardlab mablag'larga egalik qilgan. Bozorda yuqori likvidli mahsulotlarni sotishda monopoliya o'rnatish, ya'ni avtomobillarning yoqilg'isi, benzin, dizel yoqilg'isi, suyultirilgan gaz va siqilgan gazni sotish bo'yicha viloyatda o'zlarining hukmronligini o'tkazish maqsadida faoliyatlarni olib borishgan. Dastlab Huseynovlar sulolasining nisbatan kichikroq jinoyatlari, metan gaz savdosiga oid biznesiga e'tiboringizni qaratsak. Samoiddin Huseynovning ikkinchi o'g'li Sadriddin Huseynov Avtopetrol Servis mas'uliyat cheklangan jamiyatini tashkil qilib, asosan avtomobillarga siqilgan gaz quyish sohasida tadbirkorlik qilardi. U faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida shundoqqina shaharning biqinidan bir joyni tanlab, shu yerda qurilish boshlamoqchi bo'ladi. Ammo Buxoro tumani hududidagi bu joy fermer xo'jaligining ekin maydoni edi. Sadriddin yerga egalik qilish uchun otasini ishga soladi. Otasi orqali Buxoro tuman hokimiga tazyiq o'tkazib, yerni hujjatlashtirib berishni talab qilgan. Bir kuni viloyat hokimi meni chaqirib, betonka yoqasidagi ekin yeridan gaz zapravka qurish uchun yer ajratasan degan talabni qo'ydi. Senga shahar hokimi tomonidan va viloyat hokimining o'rinbosari tomonidan maxsus hujjatlar beriladi. Mana shu hujjatlar asosida, demak, yerni rasmiylashtirib berasan degan u kishi talabni qo'ydi menga. Bu ishga kattalar aralashgach, fermer dodini kimga aytsin? U salkam 1 gektarlik ekin maydonini tuman hokimligi zaxira fondiga berish to'g'risida o'zi ariza yozishga majbur bo'lgan. Biz o'sha viloyat hokimi bergan topshirig'idan keyin majbur bo'lganmiz shu ishni qilganmiz. Haqiqatan ham viloyat hokimining topshirig'i biz uchun endi bajarishga majburmiz. Agar bajarmagan taqdirimizda biz o'zimizga oladigan choralarimizni bilardik. Qattiq chora olardik, tanbeh olardik, yig'ilishlarda boshqa masalalar bilan ham demak bizni majburlardi. Nimaga sen buni endi aynan aytmasdan zapravkaga yer bermading degan masalani qo'ymasdan boshqa masala bilan bizani qiynardi. Tayyor yerga ega chiqayotgan Sadriddin Huseynov anoyi emasdi. Ekin ekiladigan joyni qurilish maydoniga aylantirish uchun huquqiy asos kerakligini yaxshi bilardi. Endi bu yog'i unga hech gap emas. Axir otasi hokim bo'lsa. Aynan Shayxoncha qishloq fuqarolar yig'inida 2008-yil A380 avtomagistral yo'lining 176-kilometr chap tomonida zapravka qurilishi dasturga kiritilgan. Demak, bu joyda baribir zapravka qurilishi aniq bo'lgan. Uyushgan guruh a'zolari viloyat hokimi, ya'ni otasi Samoiddin Huseynovning imkoniyatlaridan foydalangan holda ushbu joylarini dasturlariga kiritib, keyinchalik ushbu ajratilgan, belgilangan yerlarni o'zlarini xususiy korxonalariga birja savdolari orqali emas, balki to'g'ridan to'g'ri rasmiylashtirib berishga erishganlar. Shu tariqa Sadriddin Huseynov fermerdan tortib olgan yerga avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish shoxobchasini quradi. Amakisi Visoliddin Huseynov bilan birga texnologiyalarni xorijdan olib kelib ish boshlaydi. Qizig'i shundaki, ushbu shoxobcha ish boshlagach, shu atrofdagi qishloqlarda tabiiy gaz bosimi birdan pasayib ketadi. Hamma hayron. Odamlar og'zida mish-mish. Hokimning o'g'li qishloqqa kelayotgan gaz quvuriga to'siq moslama o'rnatib, o'zining shoxobchasiga burib olganmish. Tartibga ko'ra, ana shu kilo va litr o'rtasidagi tafovutdan keladigan foydaning yarmi davlatga qaytarilishi lozim. Ammo Sharofiddin Huseynov bosh hisobchisi Jo'ra Sodiqov bilan birga sof foydaning belgilangan qismini davlatga qaytarmaslikning yo'lini topgan. Buning uchun ular mahsulotni davlat korxonasidan emas, xususiy yoki xorijiy korxonadan olishi kifoya edi. Biz ko'chirganmiz, lekin nefti bazanikini ko'chirganmiz.
Uzgazoildan olib, birjadan olib ko'chirmaganmiz. O'sha summa 4,5 milliard. Sharofiddin otasining qo'li uzun paytidan yanada ko'proq foydalanib qolishga uringan. U Vazirlar Mahkamasining axborot tahlil departamentiga korxona haqida soxta ma'lumotlar taqdim qiladi va otasi orqali neft mahsulotlarini ulgurji tarzda sotish huquqini beruvchi litsenziyani qo'lga kiritgan. Men hamma dokumentlarni tahlaganman. 5 ta vazirlik, 5 ta oblast tashkilotlari unga xulosani berib, hamma biladiki, Husaynov Sharofiddin hokimning o'g'li. O'shanga bizga, misol uchun, menga yengilroq edi dokument tahlashga. Biza o'sha nimani, litsenziyani olib 1000 ta tashkilotga перечисление bilan pul ko'chirish yo'li bilan benzinni yetkazganmiz. 2009-yilda o'sha faoliyatni boshladik, ulgurji tartibda sotishni. Ulgurji tartibda sotish soliq topshirishlari farq qiladi u yerda. Va davlat tomonidan xususiy ayoqishlarga ulgurji tartibda sotishda naqd o'sha narxi belgilab berilmagan. Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasi neft mahsulotlarini ulgurji sotish huquqiga ega bo'lgach, Sharofiddin katta pora evaziga olib kelgan mahsulotni o'zi istagan narxda sotavergan. Birgina misol, o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida Erril Corporation SRO O'zbekiston Chexiya qo'shma korxonasiga jami 1,220,668 litr ekodizel yoqilg'isini qariyb 2 baravar qimmatga, ya'ni litrini 3000 so'mdan pullab 1,660,000,000 so'm noqonuniy foyda ko'rgan. Sharofiddin Husaynov qo'shma korxona nomidan qimmat narxlarda mahsulot sotib olish uchun shartnoma tuzgan vositachini ham quruq qo'ymagan. Unga foydaning qariyb 10%, ya'ni 130 million so'm hadya qilgan. Мне он сказал, если ты сможешь своей компании продать за 3000 сум за литр, то в последующем он меня вознаградит за то, что я ему помогу там. Они перечислили на 2 карточки, на каждую по 65 миллионов, общее 130 миллионов. Yana bir holat. Sharofiddin Husaynov viloyatda neft mahsulotlari savdosini to'liq qo'lga olgach, sun'iy ravishda benzin tanqisligini yuzaga keltirish orqali yanada ko'proq foyda olishni yo'lga qo'yadi. U kunduzlari savdoni to'xtatib, benzinni faqat kechasi naqd pulga va boz ustiga belgilanganidan qimmat narxda sotavergan. Bundan tashqari noqonuniy ravishda 21 nafar xodimni mehnat shartnomasi tuzmasdan ishga olgan. Bu ishchilar korxonaga kelgan mijozlardan har biridan olingan 200 so'm xizmat haqqi evaziga ishlashgan. 3 yil davomida mijozlardan olingan naqd pul tushumlari 84,567,000 so'mni tashkil qilib, shuncha miqdordagi pul mablag'lari bank hisob raqamiga topshirilmaganligi aniqlandi. Shunday qilib, Sharofiddin Husaynov o'zining noqonuniy tadbirkorlik faoliyati davomida 5,352,699,000 so'mlik soliq va to'lovlarni davlat byudjetiga to'lashdan bo'yin tovlab kelgan hamda savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish natijasida 2,121,249,000 so'mlik noqonuniy foyda olinganligi aniqlandi. Jami bo'lib tekshirish davomida 7,473,000,000 so'm davlat manfaatlariga zarar yetkazilganligi aniqlandi. Sharofiddin Husaynov kun kelib qilmishlarining qiyig'i chiqishi, yemoqning qusmog'i bo'lishini yaxshi bilardi. Shu bois jinoiy yo'l qursak qanday bo'ladi degan. Pulni men qilib beraman dedi. Men topib beraman pulni dedi. Shahar hokimiyati tomonidan yer ajratib berildi. Keyin shu uyni qurish uchun Shuhrat qurilish transfer servisiga Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasi bilan rasmiy ravishda shartnoma moliyaviy yordam berish to'g'risida shartnoma tuzib, shu qurilishiga pul ajratganmiz. 3,5 milliard atrofida. Mana ular qurayotgan Orzu ko'p qavatli uy-joy kompleksi shaharning qoq markazida joylashgan. Qurilish tugallansa, har bir xonadon 100 milliondan aynan meni bankimda ochish kerak. U kishi quyidagicha ta'rifladi.
sening banking shaharda joylashgan va asosiysi senda pulni multivak upakovka qiladigan apparat mavjud. Pullarni aralash holda firma rahbari Sharofiddin olmaydi, ularga o'rab bog'lab berish kerak. O'sha uchun sen shu ishlarni qilishing kerak. Boshqa tuman filiallarida unaqa apparat yo'q dedilar. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasi tomonidan oylar davomida Xalq bankiga 10 milliard so'mga yaqin naqd pul topshirilgan. Bank mutasaddilari bu pulning 3%ni, ya'ni jami qariyb 323 million so'mni hech qanday hujjatga qayd qilmasdan Sharofiddin Huseynovga ustama ulush sifatida qaytarib bergan. Xo'sh, bank mutasaddilari Sharofiddin Huseynovga uzluksiz pora berib turish uchun bunday katta miqdordagi pulni qayerdan olgan? Albatta, o'z yonidan emas, bankdan naqd pul so'rab kelgan mijozlardan undirgan. Oxir oqibatda bundan oddiy xalq, mahalliy tadbirkorlar jabr ko'rgan. Xalq bankining Fazlixo'jayev filialidan olgan pulimdan doimiy ravishda bankning kassasida 5% pulni qoldirib ketganman. Eng alam qiladigan joyiki, shu o'zimga tegishli bo'lgan pulni qoldirib ketib, berib, yana o'zim jabr tortib o'tiribman. Men juda ham afsusdaman. Ana shunday noqonuniy aralashman. Shu tariqa tadbirkorlar naqd pul olish uchun Xalq banki mutasaddilariga, ular esa naqd pul topshirgani uchun Sharofiddin Huseynovga muntazam ravishda pora berib turgan. Birinchi rahbarning o'g'li tufayli viloyatda poraxo'rlik avjiga chiqqan. 2009-yilga kelib huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan surishtiruv tergov jarayonida pulni pulga urib noqonuniy daromad orttirgan Sharofiddin Huseynov va bank mutasaddilarining qilmishlari fosh bo'ldi. Ish sudga oshib, jinoyatchilar javobgarlikka tortildi. Davlat manfaatlariga yetkazilgan zararni qoplashga majbur bo'ldi. Insonning qilmishiga yarasha o'z vaqtida jazo bermaslik jinoyatga katta rag'bat bo'ladi deb bejiz aytilmagan ekan. Sharofiddin Huseynovga ham ushbu jazo choralari kor qilmadi. Xalq banki bilan kechgan mashmashalardan so'ng Sohibqiron Sohibiddin xususiy korxonasining hisob raqamini o'z sanoat qurilish bankiga o'tkazib, jinoiy faoliyatini davom ettirgan. U endi bankka topshirgan naqd puli uchun ustama ulush talab qilmasa-da, kundalik tushumning bir qismini korxona ta'sischisi, ya'ni o'zining foydasi sifatida omonat hisob raqamiga uzluksiz o'tkazib turish va omonat hisob raqamidan har kuni 20 million so'mdan 50 million so'mgacha naqd pul berishni talab qilgan. Naqd pulni Rahmatov Erkin, buxgalter, Sodiqov Suhrob, отдел kadrini boshlig'i o'shalar olib Sharofiddinga berib, Sharofiddin va Sodiqov Suhrob bozordan AQSh dollar almashtirib, uni Shodmonqulov Baxtiyorga benzin olish uchun ustamani berganlar. O'rtacha olgan pulimiz 40 milliongacha yetgan. Bir oyda o'rtacha 200 million, 180 milliongacha borardi. Men только shu korxonaga ishlab, men bir o'zim unga bir necha bor, bir yilga 7 bor qarab aytgan, menga javob berman ketay. Men bilan konfliktim qilmasdi-da, men unga kerak ekanimda, men ahmoq odam ekanim, shuncha ishlar qilgan ekanman, milliard pullarni yegan ekan. Sharofiddin Huseynovning ko'rsatmasiga binoan bankdan olingan pullar qora bozorda xorijiy valyutaga almashtirilib, benzin va dizel yoqilg'isi yetkazib turgan korxonalarning mansabdor shaxslariga pora sifatida berilgan. 2008-yildan 2011-yilni noyabr oyini oxirlarigacha taxminan 1 million 600 1 million 700 ming AQSh dollari. Shu asosan Shodmonqulov Baxtiyorga berilgan. Undan tashqari Sho'rtangaz mahsulot qo'shma korxonasini shu yerda xodimi Shuhrat ismli xodimiga berib kelganmiz. Shu o'rinda bir mulohaza. Nima uchun Sharofiddin Huseynov mahsulotni Buxoro neftni qayta ishlash zavodidan emas, balki ta'minotchilarning og'ziga siqqanini berib chetdan olgan?
katta xarajat bilan kelgan mahsulotdan shuncha foyda olish mumkinmi? Mutaxassislarning aytishicha, neft mahsulotlari kilogramm hisobida olinib, litrlab sotiladi. Taxminan 5 kilogramm avtobenzin 6 litrni yozning issiq kunlarida undan ham ko'proqni tashkil etar ekan. Belgilangan